Assalomu alaykum. Men O'rolov Ilhom, pedagogika psixologiya fakultetining logopediya yo'nalishi 4-bosqich talabasi bo'laman. Men bugun logopedik ritmika fanidan ko'rishni, eshitishni, diqqatni va tafakkurni va xotirani rivojlantiruvchi o'yinlar bolalar uchun mana shu o'yinlar mavzusidan video dars tayyorlandim. Bu dars sizlarga yoqadi degan umiddaman. Bolalardagi sensor qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'yinlar, logaritmik mashqlar bu bolaning nutq nuqsonlarini bartaraf etishga yordam beradi. Bu qanday amalga oshadi? Bolalarning, ya'ni maktabgacha ta'limdagi bolalarning asosiy faoliyati o'yin hisoblangani uchun avvalambor biz o'shalarga maktabgacha ta'limda tarbiya oladigan bolalarni ko'rib chiqamiz. Ular bilan o'yin faoliyati haqida avvalambor gaplashamiz. Ya'ni eshitishda nuqsoni, ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarni, nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarni, birgalikda o'sha kompleks mujassam nuqsonli, rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ham o'sha turli xil o'yinlar va mashqlar bilan ularning sensor qobiliyatlarini, nutq nuqsonlarini va psixik jarayonlarini rivojlantirsak bo'ladi. Bu qanday amalga oshishini esa biz hozir ko'rib chiqamiz. Avvalambor bolalar bilan amaliy mashg'ulotlarni o'tib bo'lgandan keyin ularni qiziqtirish maqsadida biz birinchi o'yinimizni sizlarga ko'rsatib o'taman. Birinchi o'yin bu bolalarning diqqatini va tafakkuri va xotirasini ham yaxshilaydigan o'yin hisoblanadi. Bu o'yin qanday o'yin hisoblanadi? Masalan, ma'lum bir taxta bo'ladi. Masalan, oddiy doska, mana bunaqa doska bo'ladi yoki partani ustiga biz ma'lum bir predmetlarni qo'yamiz. Masalan, olmani qo'yamiz, olma yoki bananni qo'yamiz yoki oldiga yana ruchka qo'yamiz va mana shunaqa predmetlarni qo'yamiz. Bu o'yinning nomi esa nima o'zgardi o'yini hisoblanadi. Bolaning diqqatini rivojlantirishga yordam beradi. Ya'ni bu yerda birorta bananni olib qo'yganimizdan so'ng bola orqaga qarab turadi va oldinga qaraydi, narsalarni eslab qoladi birinchi. Ana undan keyin esa bola mana shu narsalarni topish kerak hisoblanadi. Ikkinchi o'yinimiz qanaqa o'yin hisoblanadi? Farqini top o'yini. Farqini top o'yini bolalarda psixik jarayoni bo'lmish diqqati va tafakkurini rivojlantiradi. Farqini topda ikki xil rasm bo'ladi. Ikki xil rasm, masalan, ikkita dumaloq rasm bo'ladi. Bunda bir yerdan chiziq o'tgan bo'lsa, bunda chekkaroqdan chiziq o'tgan. Bu qanday, qayerda farqi bor deb bolaga buyurishimiz kerak bo'ladi va bola bu narsani topishi kerak bo'ladi. Bu bolani psixik jarayonni rivojlantirishga yordam beradi. Keyingi o'yin esa davom ettir o'yini. Ya'ni so'zni davom ettir. Masalan, bolaga olma deb so'z aytamiz va bola o'zining sheriklari bilan bu o'yinni o'ynashi kerak bo'ladi. Bu nutqini rivojlantirishga ham yordam beradi albatta. Va musiqiy tarzda ham o'tkazsa bo'ladi. Masalan, olma desa, a harfi bilan tugayapti, demak, a harfidan narigi bola so'z topish kerak bo'ladi. Masalan, anor, olma, a. Bunisi anor, a yo anor r bo'ladi. Bunisi rediska, ya'ni yana adam tugayapti. Mana shu so'zlar zanjiri bilan birgalikda bola bu o'yin bilan yaxshi ko'nikmaga ega bo'ladi. Keyingi o'yinimiz ovozlarni top o'yini, ya'ni zaif eshituvchi yoki eshitishni, fonematik idrokni eshitishni rivojlantirish uchun biz bolani o'tirg'izamiz va boladagi tovushlarni eshitishni sintezini yaxshilash uchun, fonematik idrokni rivojlantirish uchun turli xil tovushlarni ko'rsatamiz. Ma'lum bir qutilarga yoki mana shu ko'rinmas qutilarga ichiga har xil donlarni solamiz. Masalan, no'xat solamiz, guruch solamiz, mosh solamizda shiqirlatamiz. Buning ichida nima borligini bola mantiqan tafakkuri bilan topishi kerak bo'ladi. Yoki ikkinchi qoidasi, bola ma'lum bir shovqinli joyga o'tkaziladi va atrofdagi shovqinlarni farqlashi so'raladi. Masalan, suvni chirillashi, soatning chiqillashi, telefonning jiringlashi, varaqning ochilishi, varaqning yirtilishi yoki qushlarning sayrashi kabi narsalarni bola aytishi kerak hisoblanadi bizga. Bu o'yin bolalarni eshituv idrokini shakllantirishga yordam beradi. Keyingi o'yinimiz esa bolalarni nutqini hamda psixik jarayoni bo'lmish tafakkurini rivojlantirishga yordam beradi. Bu hikoya tuzish o'yini. Bolani xotirasini rivojlantiradi bu o'yin. Ya'ni bolaga qisqa hikoya aytib beramiz va o'sha hikoyani takrorlab biz o'zimizga aytib berishini so'raymiz. Masalan, oddiy bo'g'irsoqni buvisi va bobosi yaratdi va bo'g'irsoq qochib ketdi kabi oddiy ertaklarni yoki sholg'om ertagini aytib berib bolaga o'shani takrorlab berishini yoki oddiy she'r yoki oddiy topishmoqni aytishini yoki tez aytib o'shani qayta aytishini biz bolaga buyursak, bolani xotirasini rivojlantiruvchi mashq ham hisoblanadi albatta.
Keyingi o'yinimiz ham bolani quvnoqligini, bolaning psixikasiga ta'sir qiladi, fonetik idrokiga ham ta'sir qiladi. Bu o'yin eshitib takrorli o'yini. Ya'ni bolaga har xil ovozlarni eshittiramiz. Hozir texnologiya rivojlanib ketgan, telefonimizda har xil ovozni topib bolaga eshittiramiz. Bola esa og'zaki u narsani takrorlashi kerak bo'ladi. Mana shu o'yin ham bolani fonetik idrokiga yordam beradi. Sizlar bilan logopedik ritmika fanidan Ilhom O'rolov bo'ldi. Mana shu o'yinlarni oddiygina qilib har doim takrorlab yursangiz, bolangizdagi psixik jarayonlar, tafakkur, diqqat, xotira va eshituv idroki yaxshi rivojlanadi degan umiddaman. Hammaga rahmat, xayr.